e'tibor bering, immunitet kuchli bo'lmasa, ro'za qiyin o'tadi. Qishdan keyingi holsizlik, quvvat pasayishi, shamollash erkaklar uchun jiddiy signal. Prostamix tabiiy tarkib immunitetni qo'llab-quvvatlaydi. Erkaklar quvvati va umumiy holatga ijobiy ta'sir qiladi. Ro'za oyiga tayyorgarlik hozirdan. 50% aksiya faqat cheklangan miqdorda. Hech qolmang, mutaxassisdan bepul konsultatsiya oling. 55 kodi bilan 513 9999 raqamiga qo'ng'iroq qiling. Assalomu alaykum qadrdon muxlis. Siz bilan siz bilgan va kutgan kanal Turfa olam. Axios agentligining axborotiga ko'ra, Jenevada 17 fevral kuni yopiq eshiklar ortida o'tgan 3 tomonlama tinchlik muzokarasi 4,5 soatdan ortiq vaqt davom etganiga qaramay, ikki tomon uchun ham omadsiz yakun topdi. Sababi unda tomonlar hech qanday natijaga erisha olmadi. Axiosning aniqlik kiritishicha, delegatsiyalar o'z pozitsiyalarini bayon qilgan, ammo asosiy masalalar ochiq qolgan. Axiosning urg'u berishicha, Jenevadagi muzokaralar chog'ida Vladimir Zelenskiy Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan to'g'ridan-to'g'ri uchrashuv talab qilgan. Zelenskiyning ta'kidlashicha, hududiy masalada qandaydir natijaga erishishning yagona yo'li bu. Putin bilan uni to'g'ridan-to'g'ri uchrashuv hisoblanadi va Donbass masalasi to Putin Zelenskiy bilan yuzma-yuz uchrashmas ekan hech qachon hal bo'lmaydi. RIA agentligining muzokaralar bo'yicha xabar berishicha, bu safargi uchrashuv keskin bahslar bilan kechdi va pozitsiyalar o'rtasidagi jiddiy farq saqlanib qoldi. Qisqa qilib aytganda, Ukraina bosib olingan hududlarni referendumdan keyingina Rossiyaning yeri sifatida tan olishini bildirdi. Moskva esa buning uchun Kiyevga bir kun berishini ma'lum qildi. Bu degani Ukraina hududida referendum bo'lib o'tishi munosabati bilan Rossiya bir kun barcha frontlardagi harbiy harakatlarni to'xtatib turadi degan gapdir. Ammo Ukrainani bir kun qanoatlantirmaydi. RIAga ko'ra, bu tomonlar kelishuvga erishmagan hali birgina masala. Unda tortishuvli savollar esa juda ko'pchilikni tashkil qiladi. Unutganlar uchun eslatma: Zelenskiy Myunxendagi xalqaro xavfsizlik konferensiyasida Medinskiyning muzokaralarga qaytishi, tinchlikni bloklanishiga olib kelishini oldindan taxmin qilgan edi va Vladimirlarning kenjasi bu safar haq bo'lib chiqdi. Tinchlik yo'llari u taxmin qilgandek yana bloklandi. Axiosning bildirishicha, Jenevada Medinskiy Zelenskiy aytgandek talab qo'yishni boshladi. Bu esa Ukraina delegatsiyasini ham o'z shartlarini va pozitsiyasini bayon qilishga majbur etdi. Natijada tomonlar 4,5 soat davomida bir-biriga talab qo'yib, muzokaraning ikkinchi kuniga tayyorgarlik ko'rish uchun yana mehmonxonaga jo'nab ketdi. Axiosning ma'lumotiga ko'ra, tinchlik muzokarasining navbatdagi raundi 18 fevral kuni davom etadi va tomonlarni bu kayfiyati bilan hech ikkilanmasdan aytish mumkinki, 18 fevral ham ultimatum qo'yish bilan o'tadi. Aytgancha, Zelenskiy Trampning vakillari Steve Witkoff bilan Jared Kushnerga murojaat qilib, ulardan Ukrainani omadsiz tinchlik kelishuviga boshlamaslikni so'ragan. Zelenskiyga ko'ra, hududdan voz kechish oson qabul qilinadigan qaror emas. Shu boisdan tinchlik kelishuvi faqat siyosiy emas, balki ichki demokratik jarayondan ham o'tish kerak. Ya'ni xalq referendumda ovoz bergandan keyingina Kiyev, Donbass va boshqa hududlar bo'yicha bir qarorga kelishi mumkin. Aks holda bitimga imzo chekish Vladimirlarning kenjasi uchun fojiaviy yakun topishi mumkin. Endi Leningradda portlagan harbiy komendatura haqida qisqacha so'z yuritamiz. E'tiborli bo'ling. Interfax agentligining axborotiga ko'ra, 17 fevral kuni Leningrad viloyatida harbiy komendatura binosining 2 va 3 qavati portlash sababli qulab tushgan. Gubernator Aleksandr Drozdenkoning ma'lum qilishicha, hodisa oqibatida 3 nafar kishi qurbon bo'ldi va ayni paytda hodisa sabablari o'rganilmoqda. Interfaxning taxminiga ko'ra, harbiy obyektda xavfsizlik choralari ko'rilmagani va buning ortidan portlash sodir bo'lishi bu shubhali va portlash qasddan amalga oshirilgan bo'lishi mumkin. Har holda shunday ehtimol yo'q emas, negaki undan oldin Ijevskda ham xuddi shunday holat kuzatilgan edi. Interfaxning yakuniy xulosasiga ko'ra, agar portlash kimlarnidir aralashuvi orqali amalga oshirilgan bo'lsa, unda bu Rossiyadagi barcha harbiy obyektlarni tahdid ostida qolganidan daraklik beradi.
Endi Polshani Sovet ittifoqi davrida yetkazilgan zarar uchun Moskvadan kompensatsiya talab qilish imkoniyatini ko'rib chiqa boshlagani bilan bog'liq shov-shuvli axborotga to'xtalamiz. Diqqat bilan eshiting. Financial Times agentligining xabar qilishicha, Donald Tuskning topshirig'iga ko'ra Polshada maxsus tarixchilar guruhi tuzilgan va ular Ikkinchi jahon urushi oqibatlarini, sovetlar ta'sirini, shuningdek Moskvani Polsha iqtisodiyoti va siyosiy tizimiga yetkazgan zararini baholash kerak. Keyin esa Varshava Moskvadan kompensatsiya talab qiladi. Financial Times'ga ko'ra bu uzoq muddatli loyiha ekani aytilmoqda va hozircha Polsha aniq bir summani e'lon qilganicha yo'q. Voqealar rivojini birgalikda kuzatamiz. Turfa bilan qoling. Siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.